Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana biz yana bir navbatdagi ishimiz Asakada Kalsovoy tomonda kottejda bugun yakuniga yetkazamiz do'stlar. Albatta, lisamiz qalinligini ham aytib o'taman. 04 qalinlik tunigadan foydalanganmiz, oqqa va mokri tillalardan kombinatsiya qilib berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek 04 qalinlik tunigamizni oldindan narxini aytib o'taman. 1 kvadratini 130 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib berganmiz. Xuddi shu ko'rinish holatda qilib berdik. Go'zal holatda bo'lib chiqdi. Mana darvozaxonasi, ichkari shapka, darvozaxona va tashqari shapkalarini qilib berganmiz. Bu joyimizni necha kvadrat tunika fon ishlatganimizni ham aytib o'taman o'rtoqlar. Diqqat bilan eshitinglar. 420 kvadrat tunika fon ishlatdik. Bu joyimizga kesilib ketgan padxodlari bilan 410 kvadratga naqd pul sanab oldik do'stlar. 130 ming so'mdan naqd pul sanab oldik do'stlar. Bu yerga tarnovlar ham ishlatganmiz. Tarnovlarimizni 1 metrini 60 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Yumaloq turbalar ham qo'yib berganmiz. Yumaloq turbalarimizni 1 metrini 50 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Kimga shunaqangi tunika fon xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Xuddi shu joylarimiz qolgan. Xudo xolasa 2 soat 3 soatda tugaydi. Uy egasiga topshiramiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqinglar. Biz xonadoningizga borib tunikamizni narxlarini kelishib qilib beramiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.